Wi-Fi yonib turibdi, lekin internetingiz yo'q. Keling, buni sabablarini 5 tasini ko'rib chiqamiz. Birinchi holatimiz bu internet provayder tomonidan kirib kelgan simimizda muammo bo'lishi mumkin. Bukilgan yoki uzilib ketgan, shunga o'xshash muammolardan biri. Ikkinchi sababimiz juda oddiy, bu internetingizni puli tugab o'chib qolgan bo'lishi mumkin. Uchinchi sababimiz esa bu ko'p uchraydigan holat, uylarda pilisos qilinganda mushuk bor uyda yoki bolalar bor uyda sim chiqib ketgan yoki uzilib ketgan bo'lishi mumkin. To'rtinchi sababimiz esa router nastroykadan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Bu holat ba'zida bir bo'lib turadi. Ayniqsa svet o'chib yonganda, shunga o'xshagan holatlarda router zibros holatiga tushib qoladi va uni boshqatdan nastroyka qilish kerak bo'ladi. Internet provayder tomonidan kelgan xodimlar uni nastroyka qilib berishadi. Agar o'zingiz ham spetsialist bo'ladigan bo'lsangiz, bu holatni to'g'rilab olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, Wi-Fi bor, lekin internet yo'q bo'lgan holatda nechta sabablar va qanaqangi holatlar bo'lishini bilib oldilaring. Videoni saqlab qo'ying, balkim kerak bo'lib qolishi mumkin bu video. Agarda shunga o'xshagan ko'proq savollarga javob olaman deydigan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi videolarimizda ham, undan oldingi videolarimizda ham har xil savollarga javoblar berganmiz. Bemalol ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat.